Menga qara to'xtagin, Diyora. Nima? Bir umr farzandsiz o'tmoqchimisiz? Bolam, ozgina sabrli bo'lsanglar. Sabr? Siz ham onamisiz? Undan ko'ra o'g'lingizga tug'adigan xotin olib bering. Ukamni hali ham yaxshi ko'rasanmi? O'zimdan-da ziyoda. Unda uni tinch qo'y. Qonuniy ajrashdilaring. Farzandli bo'lishiga, baxtli bo'lishiga qo'yib ber. Kelasi hafta uni to'yi. Baxtli bo'lsinlar. Baxtli bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Lekin albatta farzandli bo'ladi. Doston aka qaysi ko'yligimni kiy? Bunisinimi? Yoki bunisinimi? Yo'q, mana shu ko'ylakda. Voy, eshikdan kirib kelaman. Hammani ko'zi menda bo'ladi. Men esa raqsga tushishni boshlayman. Tug'mas bo'lsa ham jozibali ayol ekan deyshadi. Shunchalik o'sha la'nat to'yda raqsga tushging kelayotgan bo'lsa, ma bugun kechga to'yimga o'tgin. Sholamga taqdir bitgan, yuragimni abgar etgan, otabegim deya kutgan. Siz o'shamu, siz o'shamu. Qattaman. Shifoxonada. Yaxshiyam oyis kelib qopdilar. Bo'lmasam kichkintoyga qiyin bo'lardi. Nima? Nima? Qorningizdagi bolani aytyapman. Yaqinda ona bo'lasiz. Tabriklayman. Bolam. Voy, begim, endi uylanish shart emas. Bolamiz bo'ladi. Bolam. Voy, xudoyim o'zimiz. Voy, Hojina, opa. qayoqqa ketyapsan? Opa, qornimda bolam bor ekan. Endi u kez uylanishlari shart emas. Biz maza qilib baxtli hayot kechiramiz. Hojina, nima endi bor to'yib buzasanmi? Opa, jiyaningizni yetim qilmoqchimisiz? Chiroqsingni. Opa, Mashinaga o'tir. bolam. Voy, opa. O'zim Bolam, xotining bilan mehr bilan gaplash. Mehr bilan. Xotining homilador. Durdona. Oyim Yaqinda ota bo'lasiz. Begim, Hmm? agar birinchi xotiningiz ham homilador bo'lganda, uni qaytadan sevarmidingiz?